Shoshilib qolinglar. Ko'rib turgan kottejlardan bir dona qolgan, 08 ga qurilgan. Sotilayotgan joyimiz bu yoq taraf bo'ladi. Bu yoqdan ketaverish, Chernevkaga chiqasizlar. Shundoq. Shu qahramon ketsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafi Sarkaga. Oldi tarafida mashina uchun bemalol parkovkasiga ega 08 ga qurilgan bir dona qolgan. Narxi 56500. Ichkariga kirib, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana chiroylikgina koridor kutuvasi. Bu yoq bizning hol qismimiz bo'ladi. Isitish tizimlari to'pli pol 08 ga qurilgan, 86 kvadrat metr kattalikda parda, lustra, hamma narsa ko'rib turgan. Xolodilnikdan tortib konditsionergacha qoladi. Ko'cha uchun bitta hojatxona qoldirib ketilgan bo'lsa, bu yoq bizning oshxonamiz bo'lsa, oshxonada ko'rib turgan barcha narsalar qoladi. Bitta kiyim o'zini olib chiqib ketadi bo'ldi. Bu yoqda havolanishga joy tashab ketilgan. Bu zona orqali biz ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Ikkinchi qavatdagi birinchi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rsangiz, hamma narsa ko'rib turgan, hamma narsalar qoladi. Bu yoqda navbatdagi ikkinchi qavatimizda ikkinchi xonamiz bo'ladi. Parda, lustra, umumiy sanuzel, yuvinishxona, hojatxonalar hammasi bor. Bu yoqdan ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, havolanishga yetarli joy tashab ketilgan. Ko'rib turgan hamma komod deysizlar, spanni deysizlar, parda, konditsioner hammasi qoladi. Shoshilib qolinglar, bu narxga bu joydan boshqa topa olmaysizlar.